Assalamualaikum aziz yurttaşlar, hurmatli abunəçilərimiz. 19 fevral 2026 yılı həməyizini başlanğan günləriyiz. Feyizli, bərəkəli, amətli olsun, sağ-salamat boğaysılar. Hurmatli yurttaşlarımız, Bağat Avtomarketdən sizlərə xuda xalasa bu videomuzda Bağat Avtomarketdə duran maşınların həmməsini bir qatar video obzor etib verəmiz. Neçə so'm, avtokreditdən neçə so'm bilan chiqadi, kraskasının yerində var, metani barmı, balonu barmı, həmməsini bir qatar görsütüb ötəmiz. Birinci filalımızdan arzan bazarımızda narxlarını şu videonun özündə görsəyiz də boladı. Xo'p dostlar, bizənin maşınlarımızı naqd pul, avtokredit, avtobarter şu 3 variant əsasında bemalol Bağat'a gəlib xarid etib gitsəyiz də boladı. Mənzilimiz Xazar Surgenç katta yolu. Qaranglar, bu zdaniya g'oyi bo'ladi, qizil zdaniya. Shuning yan başında joylashgan Bağat Avtomarket bemalol shu yerga kelaverasizlar. Yana aniqroq bo'lish uchun toza to'yxona bor, Bilurdan qaratib ber. Xazar Surgenç yo'lida bozorning yanında Bilur to'yxonaning to'g'risi. Bemalol shu yerga kelsangizlar, bizning manzil shuda. Bu videoni mashin olacaklar emas, o'zini mashinini sotchak bo'lgan insonlar ko'rib o'tirgan bo'ladigan bo'lsa, mashinangizni sotchakmisiz, ekranda nomerlar turibdi. Shu nomerlarga telefon urib, mashinangizni olib keling. Nechik mashin bo'lishi kerak? Matiz, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3, Spark, Lacetti 8, Gentra, Cobalt, Captiva, Malibu 1, Malibu 2, Equinox, BYD'lar bo'lsam bo'ladi. Onix ham. Shunga o'xshagan sotadigan mashinangiz bormi? Mashinalaringizni aytganinglar. Göremiz, gaplashamiz. Dalmasini necha so'm aytgandingizlar? 220 million so'm. Ag'a 190 ni beraman. Ya 200 ni beraman. Yo'q, 210 ni ber. Xullas, kelishim men bir 5 million, 10 million so'm razisa qiladigan bo'lsa oralarimizda mashinalaringizni 3-4 kun bizlara sotib berara belki ketasizlar. Juda qo'yib berasizlar. Mashinalaringizga hech kim deymaydi, kamerani tayinda turadi. Mashinalaringizni 3 kun, voniban 4 kunda sotib, naqd pullaringizni qo'llaringizga beramiz. Xullas, gap so'zda shulardi. Video obzorini boshlaymiz do'stlar. Kameranda. Xo'p, esa hurmatli abonentlarimiz, video obzor. Birinchisi Captiva bo'ladi, Egelardan 18-yil 100 ming probeg, kraska rodnoy. Mashinamizning propan gazlari bor, balonlarimiz sosteniyasi past. Mashinamizni deyishidan ko'rsatib o'tishga beraman, hurmatli yurtdoshlar, sababi bu yoqda mashinlarimiz ko'p, hali ko'p minut cho'ziladi. Xo'p, bu mashinamizning bahosi 230 million so'm kelishadi. Ustiga kelsa egasini chiqaramiz. Egalardan kelgan mashinlarni biza pryamoy ega aytgan narx asosida qo'yamiz. Ham ustiga kelsangizda pryamoy egalarini chiqarib beramiz. Xo'p, navbatdagisi 3.2lik motor Maliya Captiva'ni zo'rini qidirganlar bo'lsa, sizlarga 52 ming kilometr yurgan 3.2lik motor 2009-yil Captiva qo'yib beramiz. Benzin 4 yumshoq baloni bor. Şu maşının salonunu göstermesem bo'lmaydi. Buna qaranglar. Sidena sosteniyasini. Liboy proverka javob, kraska и probegini. Shularni umuman dosh atmagan. Shundan ham bilsangiz bo'ladi. Xo'p, bahosi 125 million bu mashinning ustida kelishamiz. Navbatdagisi Malibu 1, 2012-yil 89 ming yurgan kraska toza 100lik pokoleniya metan gazi o'rnatilgan 4 dona yumshoq balonlari daqilgan. Lyuk ham arsasi ishlaydi. Bu mashinamizning bahosi 135 million so'm. Kelishamiz. Xo'p, navbatdagisi Onix 23-yil kraskasi rodnoy, mashin 30 ming kilometr yurgan. Benzinda o'zini balonlarida turibdi. Toza mashin. Bu mashinamizning bahosi 127 million. Avtokreditda общий 21 million 500 ming so'm barasida chiqarib beramiz. Notarius, GAI, nomer hamma narsa shuning ichida bo'ladi. Oylik to'lovi 4 million 100 mingdan 5 yillik chiqadi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 24-yil Cobalt avtomat, kraskasi rodnoy, style variant, mashin 35 ming yurgan. Metan gaz 4 dona bosh balonlari qo'yilgan. Bu mashinamizning bahosini sizlarga 145 million so'mga qo'yib beramiz. Ustida kelishadigan yeri bor, avtokreditda 27-28 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 700, 3 million 800 dan 5 yil.
Bankların grafikləri başlanğıç to'lovlarni sal ko'paytirdi, oylik to'lovlardan tushirdi. Əldən sal məsələn 20 milyon bilan chiqib turgan mashinalar hozir 25 milyon bilan chiqadi, lekin oylik to'lovida 100-200 ming raznica etadi, pasayadi ya'ni. Xo'p, keyingi mashinamiz Cobalt avtomat 25-yil. Mashinamizning kraskasi toza, propan gazi qo'yilgan, plus birinchi nomerlari olingan. Bu mashin 11 ming kilometr yurgan. Bahasini sizlarga 155 milyon so'm qilib beramiz. Avtokreditda 27-28 millionlar kelasizlar, oylik to'lov 4 millionlardan 5 yilga chiqadi. Xo'p, keyingi mashinamiz Gentra mexanika 2023-yil ABS'da bo'lib kelgan varianti. Mashin bor yo'qi 6000 kilometr yurgan. Salondan kelgandan beri birinchi nomerlari olingan, boshqa hech qanday ishlatilmagan. Benzinda o'zini pokrishkalari, чистый paket mashina. Liboy proverkaga javob. Kraska bislami, probegini liboy yerda. Bemalol kelib tekshirtirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Mashinani o'zi üstüne gelirse görürse salonun işini şunu açıkandan bo'ldi tekshirtirib o'tirmak ham shart emas ekan deb olib ketaverasizlar. Sababi почти paket mashina, salon ishlari ham yetmagan. Açık turibman-ku, bir ko'rgandan bilasizlar. Bahosini 137 milyon so'mga qaytarib ketaverasizlar. Xo'p, avtokreditda 23-24 lar bilan chiqadi oylik to'lovi 3,5 millionlardan 5 yillik chiqadi bu. Toza mashinalar hammasi 5 yillik bo'ladi, ko'na mashinalarniki 4-3 yillik bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz mexanika 23 Zeus rang. Mashina 22 ming kilometr yurgan. Kraskasi top-toza, metan gaz 4 dona bo'sh bo'llari o'rnatilgan. Xo'p, bu mashinamizning bahosini sizlarga 135 million so'm qilib beramiz. Avtokreditini ham ko'rsatib o'taman. Avtokreditda 28 milyon 500 ming so'm bilan chiqadi ekan, oylik to'lovi 3 milyon 400 ming so'mdan 5 yil. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 25-yil Cobalt avtomat. Bu mashin pryamoy egalardan sotib berish uchun kelgan. 25-35 ming yurgan kraskasi, top-toza metan gaz bo'sh bo'llari qo'yilgan. Salon sosyenasi, chexol poliklari gizel turibdi. Mashin tayyor, olasizlar, haydasizlar. Narxi 150 milyon so'm. Xo'p, navbatdagi Cobaltimiz ham egadan bo'ladi. 2026-yil NCM varianti. Mashin shot spravkada salondan chiqqanidan 10 kun bo'lgan. Чистый qora svetni o'zi. Kojniy salon, monitor ishqilib, eng yaxshi full variant endi bu. Bu mashinamizning bahosini egalari 175 milyon so'm dedilar. Üstüne kelinglar, egasini chaqiraman, o'zlaringiz egasi bilan gaplashaverasizlar. Naqd pul, avtokredit, avtobarter bor. Shot spravkada bo'ladi yana. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2022-yil Cobalt avtomat. Mashin 41 ming yurgan, kraskalari top-toza, benzinda 4 dona archa balonlari o'rnatilgan. Svetam Cobaltga ketadi, nima deysizlar? Chiroyligini qaranglar. Ne bishni svet haydayman deyarlar bo'lsa, yine sizlarga. Krishalari zavodskoy qop-qora bo'lib kelgan. Bu kraska. Plyonka emas, zavodskoy. Zavoddan shunday chiqqan. Tex pasportlarida ham yozilib turibdi. Salonlari bejiviy salon. Bahosi 130 naqd olsa beriladi. Avtokreditda 27 bilan chiqadi. Notarius gaylari alohida. Oylik to'lovi 3,5 millionlardan 5 yil. Xo'p, egadan shot spravka Cobalt 25-yil Midnight varianti. Bahosi 158 milyon. Egasi 60 ta turadi, hozir 58 milyon so'm beradi. Mo'sh ustidan ham 1 so'm yarim so'm qaytardi. Kelinglar, egasini chaqirib beraman. Prямо egalari bilan savdolashasizlar. Xo'p. Bu sotilmaydi. Xo'p. Bu sotilganmi bu? Diyarbek. Bazı satılan ama maşinani sattık. Reklamasını koyup beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Nexia 3 2021-yil. Mashin bor yo'qi 20 ming kilometr yurgan, benzinda, kraskalari 100% родной. 4 dona bo'sh balon o'rnatilgan. Salon sosyenasini ko'rsatib o'taman shu mashinani. Görsangiz da bo'ladi, hamma yerlari motiv holatda. Bahosi 110 milyon so'm, ustida naqd pul kelishtirib beramiz. Dimom ko'p emas.
Avtokreditda 22 million bilan kitsaysa bo'ladi, plus оформленияsi отдельный, alik to'lovi zo'r chiqqan 2 million 800 mingdan 5 yilga chiqqan. Xo'p, ana endi sizlarga Cobalt Midnight 2025-yil mashin bor yo'q 7400 kilometr yurgan. Birinchi nomerlari olinib turibdi. Benzin. De chexollari kir bo'lmasdan paketlarni yizib qo'ydik mana. Teylarında вообще zo'r chexollar, gizel, salonlar taxlanib turibdi xullas. Bu mashinamizning bahosini sizlarga naqd pul bo'lsa 149 million so'm pul berib beramiz. Xo'p, navbatdagisi 25 style variant avtomat, birinchi nomer olingan, tonirovka razshenasi 11 oy bor. Mashina 3900 kilometr yurgan, bahosi 155 million so'm. Yo'qsa. Xo'p. Cobalt. Avtomat korobka 2024-yil. Toza geldi bu. Ha? Ha 25 toza geldi yine. 2025 18.000 kilometr yürüyen klassikasi toza, metan gazlari, bo'sh bo'llari qo'yilgan. Salonlar akkuratniy. Mashinning bahosini ichidan 150 150 million shitir bo'lsa ikkita orasida qimmatlagan solamiz. Avtokredit ham chiqarib beramiz. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 21 Cobalt avtomat, родной kraskada metan, bo'sh bo'llari qo'yilgan. 906 Magicar pult o'rnatilgan. Salon sosyenasi Mers Roll Malibu 2 original bar, yaxshisidan chexollar gizilgan. Bu mashinamizning bahosini sizlarga 130 million so'm beramiz. Naqd 28 ga kitsizlarim bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomat 24-yil родной kraskada. Mashinamizning metan gazlari 4 dona bo'sh bo'llari o'rnatilgan. LWSofkasi almashgan, tonirovka razshenasi bor. Asosiy narsa salon qismida. Malibu 2 roll. Malibu 2 barlar yaxshisidan chexol polik 69.000 kilometr yurgan. Potoklar polnistik qaratilgan, salon taraf, tashqi tarafdan sollar görünüşkən gördünüzmü? Salıştırma bu buna. Bu fonni görünədi. Bu başta görünməydi. Arkalarında pisokları var. Bahası 148 milyon so'm. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Damas 22-yil 70 ming yurgan kraskar top-toza. Mashinamizning metan gazi, bo'sh bo'llari o'rnatilgan. Bu mashina kraska probegi libo yerine javob. Sababi bu mashin родной bu mashina bir qo'lot minilgan. Bu ko'jalari toza tutilgan emas, olingan vaqtdan mana bana haftadan keyin qo'ja tutilgan. Teylar ham akkuratni, o'zi bu qo'ja ham zo'ridan tutilgan ko'rsangiz bo'ladi. Ne qirchiladi, ne boshqa ish etadi. Kammalari bor, potokunda qo'jalar tutib turibdi. Bu tarafdan adam bilmagan buni. Chexollar ham zo'r tikilgan, gizma chexol emas, spesialniy shuni o'zina tikilgan. Arqa tarafdan tish turishni qaranglar. Minmagan men adam. Adam mingan bo'lsa bilasizlar. O'tirishadidan hech narsa jiqirdan min qoladigan bo'ladi. Adam minmayapmiz, значит, shu jiqirda turadi nes. Xullas, garantiyali mashin. Bahosini naqd ishtir bo'lsa 72 million kitsaysa bo'ladi. 94 116 44 11. Прямой mashinani haydan adam bemalol telefon olsa bo'ladi. Ana endi do'stlar, sizlar bilan Bag'at avtomarket arzon bozorimizning narxlarini ko'rib o'tamiz. Arzon bozorimizdan mashinlar kamayib turibdi. Sotadigan mashinalaringiz bo'lsa, kelsangizlar naqd pul sotib olamiz. Shunday qo'yib sotib beramiz. Sebep her gün 3-4 maşın getib turibdi sotilib. Onlardan satış bir asan emas, shuning uchun aytganing narsalar mashinlardan sotib beramiz. Xo'p. Nexia 3 2020-yil Primoy Iga'dan 20.000 kilometr yurgan mashinamiz benzinda 4 tona bo'sh bo'llar o'rnatilgan. Egalari bir xinchisiga berib aytgandilar. Primoy Iga'dan olib sotar emas. Narxi 110 gelişlerde. Navbatdagisi Lacetti 8 2011-yil probeklari 100 mingdan oshgan metan gaz bo'sh bo'llari qo'yilgan. Bir dona Krelda kraskasi bor. Qolgan joyi родной.
Hop, Epica'nın diskelari, Magicar pultlari ichlarida Malibu 2 roll chexolda qo'yilgan. Arkalarına optura stoplar ham takılgan. Narxini 65 milyon so'm pulga 2 sezda bo'ladi. Hop, navbatdagi mashinamiz 2015-yil Nexia 2 egadan 2015 110 ming probeg yurgan, metan gaz bo'sh bollari qo'yilgan. Mashinamizning bahosi 65 milyon so'm. Üstüne gelinglar, egalarni chaqiramiz, gaplashaverasizlar. Hop, 50 milyona 2012 yıl 100 bin kilometre yürüyen Nexia 2. Sonrası gibrid Pollux variant kraskası taza metan boş bolları koyulgan. 50 milyon soma 2 sezde olan. Hop, navbatdagisi 70 milyon soma 16 yıl Nexia 3. 70 milyon 2016 yıl konditsioner hammasi ishida metan boş bolları koyulgan. Açık bo'lsa salonni gösterib o'taman. Basla. Chexol polikleri gizel turibdi. Mashinamizga generalni beriladi. Yurgani 200 bin kilometre yurgan. Versiyasi 1 eshigida bor, tekshirtirib olasizlar. Bahosi 70 milyon avtokreditda bir 6-7 milyonlardan chiqarib beramiz. Notarius gaylari отдельный bo'ladi, alik to'lovi 3,5 milyonlardan 3 yil. Xo'p, Primoy egadan Nexia 2 qaranglar. 2014-15 yıl maşin 70 bin yurgan, metan gazı boş bo'lib qo'yilgan, kraskalari top-toza. Zang ham ishlanmagan ko'rsangizda bo'ladi. Kollellarini bir marta ham sepilmagan hech yerda. Bahosi 63 milyon so'm. Nexia'ni zo'rin olaman deylar bo'lsa, unaslari. Zang ham chiqmagan varianti. Xo'p. Toyota Sienna 2017 yıl 3,5'lik atmosferli motor bo'ladi, 293 ot gücüne ega. Mashinamiz benzinde, mening balonlar ham takılgan. Yurgan probegi 225 bin kilometre yurgan, elde kapotunda petnosi bor, yüzünde içlaridan o'tmagan, germetiklar ham o'ynamagan. Hop. 3, 6, 7, şoför bilan 8. Avtomat korobka 225.713 kilometre yurgan, lyuklari bor. Arka taraflarının eshikning taxtasi da o'zi ochiladi, bir taxtasi o'zi yopiladi. Prisoskalar ham bor. Mashina balandligini qaranglar. Baland ham enli mashin. Narxi 26 ming dollar. Qiziqqanlar ustuna kelasizlar, egasini chaqiramiz, gaplashib so'zlashib olasizlar. Xo'p, keyingi mashinamiz Jag M3 2023 yil kraskasi Radnoy. Propan gaz bo'sh bollari qo'yilgan. Jag M3 80 bin kilometre yurgan, 81 bin yurgan. Bahosi 185 milyon so'm. Xo'p. Dostlar, navbatdagi mashinamiz Hyundai Sonata 2006 yil 2005 yil ikkisidan birisi to'shti sandash turgan. Mashinning probegi 200 mingdan oshgan. Bir krenda kraskasi bor, metan gaz bo'sh bollari qo'yilgan. Bahosi 75 milyon so'm. Kelishiladi. Xo'p, bir pasporta 22 yıl Gentra avtomat. 2022 yıl Gentra avtomat bir pasport bilan, prava bilan kelib olib kelsangizda bo'ladi. Umuman pul chiqmaydi sizlardan. Nomer, notariusga oformlagan hammasi o'zlarimizdan. Alik to'lov 5 milyon 100 dan 5 yil chiqadi. 22 metan gaz bo'sh bollari qo'yilgan, 90 ming probeg yurgan. Hop, egalardan Matiz 2012 yılda ishlab chiqarilgan, bor yo'qi 50 bin kilometre yurgan. Metan bo'sh bollari qo'yilgan, Primoy egadan gap turibdi. Bahosini 40 milyon so'm dedilar. Kelishiladi. Aytilgan baho emas, ustunda kelishiladi. Kelasizlar, gaplashamiz ustunda. Egasini chaqiramiz. Hop. 2004 yıl Nexia 1, Nexia 2 bo'lgan. Mashinamizning eldan orqasi ham, salon qismi, torpedalar ham Nexia 2 atilgan. Metan gazi bor, stroklari bor. Mashinamizning kamchiliklari faqat kuzov taraflama ko'rsangizda bo'ladi.
Motorunda hech qanday kamchiligimiz yo'q. Kuzov taraflarini bir qator yaxshilab ko'ringlar. Hisob kitoblar zatinglar to'g'ri kelsa, alaslayna 19 million so'm. Generalni ham beramiz. Ya do'stlar. Gen beriladi 19 millionga ketaverasizlar. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Nexia 2. Xo'sh, do'stlar. 17 million so'm Nexia 2 2008 Sonus Trembler metan gazlari qo'yilgan motorlar aptol yemaydi. Elde arkası normalni. Kuzov taraflama kamchiliklarni ko'rib olinglar bemalol. De milliy mashinalarni qo'ygan vaqtdan kuzovda namusi bor, shuni yaxshilab tashlab kalenkarlarni deb so'raydilar, shuning uchun men ko'z tutibman. Generalni berilmaydi, lekin egasi generalni berilmaydi. Foydasi yo'q so'rag'inglar. Оформлениyadir, shuning uchun buni оформлять etishaydi do'stlar. 17 million so'm. Navbatdagisi Matiz 2018-yil mashina 100 ming yurgan, kraskasi toza, metan bo'sh bo'llari qo'yilgan. Bahosini 44 million so'm pul bo'lsa beramiz. Avtokreditda boshlang'ich to'lovini 1 million so'm bilan chiqarib beramiz. Plus оформленияsi отдельный to'lovi 2 million 400 dan 3 yil chiqadi. Navbatdagi Matizimiz 35 million 2015-yil 200 ming probeg yurgan qora svetda 1 integratsiyasi bor, metan gaz, 4 dona paket bo'sh baloni qo'yilgan. Motorlari plus minus 3 oy oldin remont bo'lgan. Bemalol tekshirib olaverasizlar. O'zlarimizning qarindoshlar mashinani sotib beraga turibdi. 35 million so'm. Xo'p, ana endi sizlarga 21 million so'mga Nexia 1 qo'yib beramiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan 250 ming yurgan Sonus motor bo'ladi. Generalni beramiz, metan gazlari qo'yilgan, bog'lanma sosteniyasi normalniy. Kuzov taraflama ne ishlari bo'lsa, mana shu videoda ko'raverasizlar. Yaxshilab menlarni ko'z tutibman. 21 million so'mga kelabek sizda bo'ladi. Xo'p, Damas 40 million so'mga. 16-yil mashinaning probegi hozir ko'ramiz. 224 ming yurganida metan gaz bo'sh bo'llari qo'yilgan. Endi omborlarda kraskasi bo'lishi mumkin. Egalar ham to'shnisini bilmaydi. Alganman deb turiblar, o'zingizga tekshirib olasizlar. Pramo egadan. 16-yil 200 mingdan chiqqan, zadniy ko'rib davozi o'zlarimiz qayda ko'rdik. Bahosini 40 million so'm pul bo'lsa beramiz. Taqalishi lekin generalni ham beriladi. Navbatdagisi egadan Largus 16-yil Renault motor bo'ladi, 200 ming probeg yurgan, kraskalari bor, metan gazlari qo'yilgan. Bog'lanma sosteniyasi ham normalniy. O'zini diskarında bahosi 105 million kelishiladi. Keyingisi egalardan Damas 24-yil 17 ming probeg yurgan, kraskalar Radnoy, mashinamizda metan gazlari qo'yilgan, bahosi 88 million so'm. Xo'p, Bag'at avtomarket arzon bozorimizdan sizlarga zo'r narxda Nexia 1. Qaranglar. 25 million 2006-yilda ishlab chiqarilgan GC svetdagi Nexia 1ni olib ketsangizda bo'ladi. Donus motor, Pulux variant, metan gaz bo'sh bo'llari qo'yilgan, sosteniyasi chotki. 25 million so'm beramiz. Generalni ham beriladi. Navbatdagisi Nexia 1 2002-yilda ishlab chiqarilgan, von ballonda kraskasi bor, ya'ni krishadan pasi emas. Menda shunday kraskasi bor. Metan bo'sh bo'llari qo'yilgan, narxi 25 million. Gen beriladi bunga. Keyingisi bunga gen berilmaydi. 18 million 98-yil metan bo'sh bo'llari qo'yilgan, prostoy bu mashin. Oformlять etishak 18 ga ketaverasizlar. Navbatdagisi 16-yil Matiz, tam narxi 35 million so'm. Bir dona pasport nevazini avtokreditdan chiqarib olib ketsangizlar bo'ladi. Xo'p do'stlar, Bag'at avtomarketdagi turgan mashinalarning polni hammasini ko'rdingizlar. Qaysidir mashin o'zlaringizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etkazsangizlar bo'ladi. Manzil Bag'at Center, Gayning yonboshi, Billur to'xonining to'g'risida joylashgan.